Akalar mana qaranglar, xuddi shunaqa qilib bo'sh joyga qo'yib yuborib, tagiga buzoqni qo'yib yuboradi, qaranglar. Shu buzoq to'ygunicha emadi. To'ygunicha emadi, ko'ryapsizlarmi? Mavzu shundaki, akalar. Mavzu shunda. Shu sigirni, ha, mana shu sigirni bolasi haqida gap ketadi. Hozir bu men bitta buqa ko'rsataman. Bu xunajin shu sigirni ikkinchi ukasi bo'ladi. Bundan keyin bitta tuqqan, keyin bu keyingisi tuqqan. Hozir ikki yasharli buqa haqida mavzu qilamiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Qo'rada turib akalar. Shu qo'rada turib, bemalol turib, sutga to'yib emaveradi. Xuddi shuna. Bunga 45 kun bo'ldimi? To'ygandan keyin ajrataman deyapti. Endi ketdik akalar. Endi ketdik akalar. Akalar, mavzu buqa haqida. Mana. Yo'q, 60 kun emganda, 60 kun. Mana akalar. Ko'ringlar-da. 60 kun emgan, ichib olgandan keyin ajratib olganman. Akalar, ko'ryapsizlarmi buqani? Xo'p, bo'yini o'lchadim akalar. 1.40 dan baland chiqaverdi. 1.45 ga yaqinlashib boraverdi. 45 ga borib. Ha, 1.40 dan baland chiqaverdi. Akalar, buqani ko'ringlar. Men hozir Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oqtepa qishlog'idaman. Ya'ni o'zim mahallamdaman akalar. Xo'p, bugun 14-aprel hafta kuniga dushanba. 2025-yil. Dehqondan buqa chiqib qoldi akalar, mana ko'rsataman. Dehqondan buqa chiqdi. Bo'ylari 1.40 plus. 25 oylik. 25 oylik. O'zini sigirini bolasi. Endi biz kurasi 1 oy 10-mart kuni akalar, 10-mart kuni 2 ga to'ldi. 2 ga to'ldi. Mana akalar. O'ylarchi kallani qaranglar. Voy jonivor. Ana shunday turing. To'xtab tur, to'xta jonivor, to'xta. Qarasa baquvga keldi-da, qani buni. Mana akalar. 5-600 kilo penjara. O'zini sigirini bolasi akalar. Ha jonivor, mol sog'lom. Sog'lom. Mol sog'lom. Yo'tal, yo'q. Emlamalarni qildirib qo'ydingizmi? Qorasonga issiqlashga emladik. Ha, Qorasonga issiqlash. Keyin yomon qo'rqib. Kecha vrach doktorlar mahalladan o'rgan ekan. Emlab. Qorasonga ham, Qorasonga issiqlashga ham, xudo xolasa. issiqlash yana hali jinday borib emlatib qo'ydi. Emlatib qo'yverdiz. Endi bitta ish qilaman. Sekin. Ke jonivor tek turib. Oyoq qo'lni ko'rsatayda. Buqa haqida to'liq tasavvur qilasizlar akalar. Gap nima haqida ketyapti turganlarini to'liq bilib olishlari kerak. Mana qaranglar. Kuchli narsa ekan nihoyatda, sutga to'ygan. Dehqondan akalar. Mana o'tay sekin. Ke. Sho'xlik qilmay tur. Burchakka bor sistema. Burchakka ham. Ke jonivor. To'liq ko'rsatishim kerak edi obunachilarga men. Ke. Hoppa. Xuddi shu narsa kerak edi menga. Mana akalar. Tak. Mana. O'lchab ko'rding metrda. 1.40 plus chiqardi akalar. Xo'p. Sizlarni ko'p kuttiribman akalar, to'liq ko'rsatyapman. Bitta oldidan ham ko'rsatayda. Oldinganlar akalar. Mol sog'lom. Sog'lom. Xudo xolasa obunachilar, kelishib olasizlar. Mana nechta buqalar chiqaryapti turgan bo'lsam dehqondan. 100% kelishib olyapsizlar. Albatta kelishib sotilyapti. Ke jonim. Sekin oldiga boring sanlik. Bo'yini bir tasavvur qilishadi. Ana akalar. Ko'ringlarchi. Kuchli narsa ekan a? Kuchli ekan, qarang. Voy jonivor. Hozir 2 yashar. Akalar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib turasizlar. Shunaqa dehqonlardan, Rossiyadan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan kelyapti turgan buqalarni, mahalliy buqalarni yoritib borayotgan arzon joylardan akalar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib turib, like bosib turasizlar. Sizlar uchun harakatdamiz. Xo'p, akalar, sizlarni ko'p kuttiribmiz. Buqaga mahliyo bo'lib qoldim to'g'risi. Bitta ish qilamiz. Narxlarni aytib o'tamiz. Dehqon narxni aytadi, siz albatta kelishib olasiz. Sadir aka, narxini ayting. Narxi endi 35 jinday xayri bor. 35 million so'm akalar. Xayri bor, kami bor.
Bahoni o'zlaring beraverasizlar bu qo'yga. So'l kirasizlar. Aha. Arg'amchi, arg'amchi. 35 million xayri bor, kami bor. Dehqon bilan kelishib olaverasizlar. Mana aka. Tak. Gap yo'q. Xo'p, akalar, mendan uzoqlashmay turasizlar. Yana mahallamdan hozir bitta buqa chiqyapti, shuni yoritaman. Buni joylayman, 1 soat 40 minutdan keyin ikkinchisini yoritaman. Mendan uzoqlashmaysizlar, like bosib turasizlar. Biz ketdik. Xo'p, Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oqtepa qishlog'i. Meni qishlog'imni meni obunachalarim yaxshi biladi. Mana akalar yana bitta narsani aytib o'taman. Dehqon buqani sotgandan keyin to'liq pulni qo'liga olgandan keyin dehqon bilan olarman, qo'l berishib turgan. Hozir men pastga yozaman-da. Dehqondan buqa sotiladi deb yozaman. Keyin xuddi o'sha joyni men o'zgartirib qo'yaman. Qanday? Dehqon to'liq buqani sotib, barakani berib, to'liq pulni qo'liga olgandan keyin dehqon bilan olarman bir-biriga qo'l berib turgan stikeri bor. Shuni qo'yib turib, buqa sotildi deb yozib qo'yaman. Qo'ng'iroq qilishdan oldin akalar, o'sha joyiga jich e'tibor berib qo'yasizlar. Ikkita qo'l bir-birini ushlab turgan joyi bor. Agar shunaqa baraka bo'lib turgan bo'lsa, qo'ng'iroq qilmay qo'yaverasizlar. Agar baraka yo'q bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bu narsa 1 soat, yarim soat, uzog'i yarim kunda baraka bo'lib ketyapti. Ko'pchilik misol uchun aytadiki, pulim Rossiyadan o'g'lim pul chiqarish kerak deydi, yoki qassobga pul berganman, shuni olishim kerak, mol berganman, shuni olishim kerak deydi. Yana aytadiki, bir joydan pul kelish kerak edi, shuni olishim kerak edi deydi. Kelatda 5 million qo'liga zaklatib beradi-da, ertaga indinga pulini berib olib ketaman deydi. O'shunda ham men barakani bermay turaman. Dehqon menga qo'ng'iroq qilib, to'liq pulni qo'limga oldim degandan keyin barakani berib turib, buqa sotildi deb yozib qo'yaman. Shu yerga e'tibor berib qo'yasizlar. Mana aka. Xo'p. 35 million xayri bor, kami bor. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar.